Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizlarni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimizda yangicha bir drabilkamiz kelgan, Xitoydan yetib kelgan naval holatda. Shuni obzorini bir qilib beramiz sizlarga. Ko'rishingiz mumkin, uzunliklari 2 metrga yaqin 1.80 i shapkasi bilan 1.90 chiqadigan yangicha universal drabilkamiz kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Poya, somon, don bironta mahsulotlar tanlamay chiqaradi. Mana o'zida ko'rishingiz mumkin. Ancha katta variantdan, bu lentalari ham katta. Shu lentasi orqali somon poyalarni tortib beradi. Mana neobishniy variantdan yangi model bo'ladi. Bu O'zbekistonga kirmagan hali. Xitoy yangi modeli. Don sota solish uchun alohida bunkerlarni ham qilib qo'yilgan o'ziga. Ventilyatori bor. Siklon orqali changitmay tashab beradi bu o'ziga. Changi tepasidan chiqib ketadigan qilinadi. Bunga keladigan bo'lsa, o'zida skorslari bor, ventilyatori bor. Changitni tashiydi. Mana pichoqlari keladigan bo'lsa, buni yaltiroq pichoq bo'ladi, pechatli. Keyin yana mana molotoklari o'zida, mana orqa tomonida ham ancha baquvvat pichoqlari bo'ladi. 4 ta setkasi bor o'ziga qo'yiladigan. Ancha katta narsa. Uni ko'rishingiz mumkin. Keyin balonlarga yaxshilab ahamiyat qilamiz. Oldiga 2 ta rezina balon qo'yilgan. Orqaga ko'rasizlar, tormoznoy balonlar bilan jihozlanib chiroyli holatda Xitoydan yetib keldi. Ko'rishingiz mumkin, anchagina katta narsa. Skalatimizda naval holati turibdi. Optim holatda beramiz bundan, xudo xolasa. Bemalol mana shu pastda raqamlar qo'yaman, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Ishlash videolari Xitoy chorva texnikalari Instagram, YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bundan tashqari tepadan solinadigan mana bunaqa 380 ishlaydigan tegirmon, boshqacha lentali drabilkalarimizda juda katta assortimentda yetib kelgan. Bemalol bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.